qizimga sovchi qo'yishni ko'rsatib qo'yaman, yalang'oyoq. Qani o'sha Jahon deganim. Opa, tinchlik, nima xizmat? Qani o'sha kattalaring, qani Jahon deganim. Sho'ttala. Boshliq bittasi to'polon qilib kelib Jahongirni so'rayapti. Kim ekan u? Qani ko'ringchi? Sen hali shoshmaydi. Kurpingga qarab oyoq uzatishni o'rgataman. Assalomu alaykum opa. Keling opa, tinchlikmidi? Voy, Ikromjon, sizmisiz? Jahongir, sizni shogirdingizmi? Ustozi siz bo'lsangiz, berdim qizimni. Ertaga onasini jo'natsin. Tayyor turaman. Oqlig'ini berib beraman. Keling, uzr, tanimadim-a sizni? Meni tanimadingizmi? 5 yil oldin meni uyimga parda qilib bergansiz. Menga rossa obro' bo'lgandek. 5 yil bo'lgan bo'lsa ham ilinganiga hali ham yengidek modasi o'lmagan. Matolarning sifati baland, tikuvchilaringizning qo'li gul ekan. Demak, sizni shogirdlaringiz ham halol insonlar. Keling, shunaqa demaysizmi? Kayfiyatimni ko'tarib yubordingiz-ku. Kimdir ishingni maqtasa boshqacha bo'lar ekan-da. Ustoz, tinchlikmikan? Shundan men so'rab keldim. Bu yog'iga to'y endi ukajonim. Ukajonim ishingni pishirib qo'ydim. Endi bu yog'iga to'y, uyingdagilarni bemalol yuborib, shundoq borishinglarga oqlovinglarni berib yuborishadi. Halol bo'lish kerak. Ko'ryapsan, halollikda gap katta mana. Halol bo'lganimiz uchun norozi bo'lib kelgan ayol senga qizini berib yuboryapti. Qara. Balades.